Kanalımıza abunachilari, yaxshimisizlar? İşimizden boshlab oldik. Mana Honji mototsikllar bilan yana bendagi bu mototsiklning bizga kelib turgan asosiy sababi kvartirada avtobus kamaytirib turibdi deb turibdi egasi. Haydab test drive qilib haydab ko'rdik, rostdan kamaytiryapti. Buni ochib tashladik biza. Mana motorning ishlari qop-qora moy, motorning ishlari achinarli darajada moyning yaxshisini samagan, sifatli moy samay haydagan. Biz boshimchaliklar bilan bunu eyblarni ochib esdan chiqarib ko'rdik. Bu kurklatkalar ham уже tamam bo'lib qolgan, bitib qolgan. Silinderlarni ko'ramiz. Endi bu silindr o'zinikini bo'ldirishga harakat qilib ko'ramiz. O'zining silindrini agar bo'lmasa, yangi silindr bosamiz. Bu yerda golobkalar bor. Golobkalar ham juda ham yaxshi deb ayta olmayman. Buni bir xato o'zim yuvdim hozir. Ana shunday hurmatli obunachilar, e'tiborli bo'lib, moyni qarab haydanglar. O'z boshimchaliqlar bilan ochib kuzatishga harakat qilmanglar. Endi bu mototsiklni o'z boshimchalik bilan ochishga harakat qilib ko'rgan bu menaki shpilklarni ham qandaydir bir qisqichlar bilan qisib boshqacha bo'lib ko'rgan, ko'rinib turgan narsa bu. Endi bu перевешный valam juda ham yaxshi, zo'r deb ayta olmayman, lekin menga dedi egasi aytdi, shu aptil yemaydigan, kamaytirmaydigan qilib ber dedi. Endi egalarning so'rovlarına qarab biz ish tutamiz. Biz aptil kamaytirmaydigan aytib ber degan gapni aytdi. Biz aptil kamaytirmaydigan qilib beramiz, lekin ishlashini motorni javob bermaymiz. Sababi bu narsa men ko'nglimdagidek bo'lmaganligi uchun bunu ayta olmayman yaxshi ishlaydi deb. Xullas, shunday. Natijada biz ham vaqtimiz ketadi bu narsani ishlashga. Biz ham vaqtimiz ketganda egasi pul bermasligi mumkin. Aptil kamaytirmaydigan dedi, kamaytirmaydigan qilib beramiz. Xulosa kelgancha. Xullas, shunday hurmatli obunachilar. Kanalimizdan uzoqlashmay kuzatishda davom eting. Bundan zo'r videolarni qo'yishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, ertaga mashin bozorining videolarini chiqaramiz. Kuzatib, mashinaga qiziqadigan yili mashina olaman aka deb yurganlar bo'lsa, kanalimizdan uzoqlashmay kuzatishda davom eting hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, toza yangi silindrni ham olib keldik. Daxlaja buni ustonovka qilib beramiz. Bu yerda prokladkalari yangi portion. Daxlaja eski silindrni portion tushmadi. Shuning hisobiga yangi silindr qo'yacakmiz. Bu yoqda bu narsaga ahamiyat berishlarni so'raymiz. Nega? Bu optal yog' filtr. Nega? Bu musullarga qaranglar. Ko'rinib turgan bo'lsa agar mana shu setka bo'ladi. Bundan motordan aylangan yog' optal mana shu filtrdan aylanib o'tadi. Bu musor. Hali bu hech narsa emas. Bu olinib tashalgandagi yopishib qolgan musorlar bu. Shuncha detal musor. Bundan keyin ham egasi norozi bo'ladi, darrov aptil yeb ketdi. Mototsikl Praga ekan. Xitoyning sababi Xitoy deb. Asl sababi egalarning o'zida bo'ladi. Bu motor
oddiy burungi sovetskiy motor emas. Bunun tüzilishlari, ishlash prinsiplari mashinalarkinday, hozirgi Cobaltlarkinday. Qisqaroq aytib aytganda, shularga o'xshaydi. Lekin bularning oborotli mashinalarga qaraganda tezroq bo'ladi. Oborot kuchli bo'ladi ularga. Shundan keyin tez aptollarni almashlab turish kerak. O'z vaqtida oddiy aptol almashlaydigan vaqtida ham iloji bo'lsa, shu mashina servisiga borib, mashina aptolini almashtiradigan yerga borib almashtirishni tavsiya beramiz. Yo bo'lmasa shu mototsikl ustida ishlaydigan ustalarga borib, qishlaringizda shunday ustalarga borib ishlatishingizni so'rab qolamiz. Bo'lmasa men shunday silindrni 500 ming so'mga oldik. Yurgan probegini ko'radigan bo'lsak, 18751 kilometr yuribdi. Shunday hurmatli obunachilar. Endi buni hozir stanovka qilib yog'ib ko'rsatamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, mototsikldan zavodga yetib ko'rdik. Xudo xolasa, ishlashlari yaxshi. Ishlashlari akkuratni deb silindrlarni stanovka qilib berdik. Klapan zazorlarni chotga deb tuzib berdik. Zakonni deb. Silindrlar zakonni tushdi. Yaxshi silindrni olib keldik. Chayan firmada ishlab chiqarilgan. Boshqa tufta salonni firmalarda ishlanmagan zakonni. Original silindrlardan qo'ydik. Motorlarni zakonni deb taniq etib yuvib berdik ishlarni. Ishlashlari yaxshi, xudo xolasa, burungidan million marta yaxshi, toza motorda yo'q ishlab turibdi. Jonivor. Motor keyip etib ishlab turibdi lekin o'chgisi kelmaydi motordan. Xullas, hurmatli obunachilar, mototsiklimizni bitirdik. Shunday mototsikllar bo'lsa, o'zim ishlayman deb qo'lingizni urib o'tirmang. Ertaga ishlay olmayacaqlaringiz aniq. Sababi buning ishlash aytdim, prinsiplar boshqacha bo'ladi. Ishlayman deb xullas zavodit bo'ldi, mototsikl yuradi degan emas. Zavodit bo'laveradi. Tunkada ham zavodit bo'laveradi. Tunkasi chiqib yotgan motorlar. O'zimiz ishlab beramiz, bir kelishilgan narxda, unda qimmat emas, ot bilan tuya bo'lmaydi. Ishlab beraveramiz. Bu yoqda menaki bu lachinni uzr, xunjini ham ishladik. Buni ham ishlayapmiz menaki. Allohga shukr, klientlarimiz ko'p. Arziman pulga ishlab beramiz razi. Bugun klient bugun olib keldi shu mototni, bugun bitirib beryapmiz. Hozir ES4 yo'lda. Boshqa bu yerda shortlarimiz yo'q sababli bir kunda bitirib berib turibmiz. Hamma o'zlarimiz bor, o'zimizda zapchastlar sizlardan og'ir etib o'tirmaymiz. Oxirida hisoblashamiz. Mototni olib ketish vaqtida sizlaringiz ham vaqtlaringizni olib o'tirmaymiz. Mototni tashiysizlar, pul mototni olib ketish vaqtida pulni olasizlar, olib kelasizlar bo'lgani. Shunday hurmatli obunachilar, agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizning guruhlarini, aka-ukalaringizning guruhlarini, qarindosh guruhlarga tarqatib, shunday mototsikl bor aka-ukalarga tashab qo'yinglar. Bu videomizni mahallangizning guruhlariga tashab qo'yinglar. Iltimos, maksimalniy darajada bu bizning YouTube kanal videolarni tarqatinglar. Iltimos yetib qolamiz shu shuni. Xullas, shunday pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Mana shu yerda bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani, Sapqo'z. Axsham kommentariyada ko'p odamlar aniq tochkangni ayt debdi. Telefon qilinglar, iltimos, aniq tochkamizni aytamiz. Sababi bu yerlarda tushuntiramiz. Beruniy Sapqo'z paxtachi deb aytiladi bizning turgan yer. Shunday esa ko'p odam biladi. Shunday hurmatli obunachilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videogacha Allohga omonat bo'ling.